Tailandga vizasi rejim atmen bo'ldi deb internetda har xil vahima bo'layotibdi. Xavotir olmasanglar bo'ladi. U yoqqa o'zimizda 4 o'zbek borib, vizani atmen qilib kelgani yo'q. 90 dan oshiq davlatlarga vizali rejim qilib qo'ydi. Sababi o'sha noqonuniy immigratsiya, har xil jinoyatlar ko'payib ketganligi uchun 90 dan oshiq davlatlarga vizali rejim qildi. Ya'ni bu 15-iyuldan boshlanadi. Oldin qanaqa edi? Oldin 60 kungacha vizasiz shunday bilet olib uchib ketsangiz bo'lardi. Faqat o'sha immigrasionning Digital Arrival Card degan o'sha platforma orqali ro'yxatdan o'tib uchib ketsangiz bo'lardi. Endilikda 15-iyuldan boshlab viza olib keyin borish kerak bo'ladi. Xo'p, bir martalik vizasi, 3 oylik vizasi narxi $40 bo'ladi. Agar sizga multi viza kerak bo'lsa, 6 oylik vizasi o'rtacha $200 ga aylanadi. Nima shuncha davlatlarga viza olib beryapmiz. Xudo xolasa Tailanddan viza sanaqa muammo bo'lmaydi. O'zingiz mustaqil olsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa bizga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Profilga obuna bo'lib qo'ysangiz, albatta foydali bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, bu videoni o'sha Tailandga tez borib yuradigan yoki bormoqchi bo'lganlarga tashlab qo'ysanglar, menimcha manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat. Kunlar yaxshi o'tsin.